Assalomu alaykum. Hurmatli vatandoshlar. Odiljon akam Toshkent Kazan avtobuslari xudo xolasa yo'lga chiqib ketyapti. Bugun sanamiz aprel 24. Biz avtobusimizdan birinchi holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Chiroyli duolarni olib yo'lga xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Yaxshimisizlar? O'zbekiston Qozog'iston chegaralarida yaxshi o'tib oldinglarmi? Jalvalar yo'qmi? Avtobusimiz holatlari yoqdimi? Hozir bir chiroylab duo qilib bering yo'l chiqish oldin. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأسرتي ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة برحمتك يا ارحم الراحمين. Iloh amin. Yetganingiz kelsin. Yaxshi kunlarda ko'rishlik. Eson omon yetib olinglar manzilinglarga.